Dubay darvozamiz aksiyaga tushdi. 1 million 500 ming so'mlik Dubay bugungi kunda 1 million 300 mingdan. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustonovka, mutlaqo tekin. Listlarning qalinligi 2 qavat, ikkala tomoni ham to'liq ikkilik holatda bo'lgan. Ichi steklovata bilan shunka bo'lgan. Chekkadagi stokalari 8 profil bo'ladi. Bozlari 8 ga 4 bo'ladi. Ichiga to'qiladigan profillarimiz 6 ga 4 bo'ladi. Bari 170 tenkada bo'ladi. Eng zamonaviy, hozirgi kunda trendda bo'lib turgan Dubay bir oy davomida aksiyada. Dubaynoy ko'cha tomonda shovqin joylarda yashaydiganlar uchun rosa mos keladigan endi rolikli varianti ham bor, bez rolik varianti ham bor. Asosiy choklariga ahamiyat berasizlar akalar. Choklari tekis, nima deydi, orasida zazor qolmagan. Betlar ham pishirilib chiqiladi, mana bunga o'xshab. Pishirib, bizga paytda lazerdan qilyapmiz, lazerdan qilib, keyinchalik bundan maqsad qoladi. Profildan ham baquvvatroq bo'lib chiqadi. O'ziga bir-biriga karkas bo'ladi. Assalomu alaykum kuzatuvchilar va musofirda yurgan aka-ukalar. Navbatdagi videomiz o'zimizni darvoza ustaxonadan bo'ladi. Darvoza ustaxonada qanday darvozalar ishlab chiqarilyapti, materiallari qanday, qanaqa fasonlar bor hozirgi paytda, eng hadavoy bo'layotgan variantlar, shular haqida ma'lumotni berib o'tamiz akalar. Xo'p, ro'paramizda turgan darvozamiz reflyonka lisli darvoza deyiladi. Xo'p, stenkasi 1.4lik bo'ladi, profillari 1.5 stenkali. Ikkala yon stoykalari 8 ga 8 profil bo'ladi. Tay qismi 8lik shivellar, tepasi 8 ga 4 profil bo'ladi. 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan ustonovkasi bilan qilib beramiz. Mana shunday holatda qilib. Ahamiyat berasizlar. Darvozamizda akfa zamok qo'yilgan, zamog'iga ruchkalari ham nejevika zamok berilgan. Zakazchimizning ixtiyoriga bo'lgan bu narsa. Agar kimdir mana shunday zamok qo'yib bering desa, bunday variantimiz ham bor akalar. Navbatdagi darvozamiz xuddi shu variant bilan pashti bir xil, lekin materialda razницasi bor. Buni material listlari ikkilik stena bo'lgan, profillari 1.7 stena. Zakazchimizni zakazga qarab tayyorlab berganmiz buni ham. Xo'p, shu holatda 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan ustonovkasi bilan qilib beramiz. Mana shunday holatda. Ikkilik stena list, profillari 1.7lik bo'ladi. Stoyka profillari 8 ga 8 ikkilik stena bo'ladi. Mana shunday holatda tepalari xolasa lazer qo'yib beramiz. Yopiq qilib ochilmaydigan qism ham qo'yib berishimiz mumkin. Keyingi darvozamiz hozirgi paytda eng trendga chiqqan Dubaynoy ko'cha tomonda shovqin joylarda yashaydiganlar uchun rosa mos keladigan baquvvat darvozamiz. Xo'sh, Dubay fason deyiladi, fason nomi. 2 qavatlik, listlari ikkilikdan tayyor bo'lyapti hozirgi paytda. Shumlarni o'zlaring eshitib baho beraverasizlar. Nejvekalarni ham chiroyli holatda qilib qo'yib beryapmiz. Bu darvozamizni endi rolikli varianti ham bor, bez rolik varianti ham bor. Bez rolik variantiga xuddi mana shu fasonda bo'lsa, metr kvadrati 1 million 350 ming so'mdan tayyorlab ustonovkasi bilan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustonovkasi bo'ladi. Endi rolikli variantga 90 gradusli bo'ladigan bo'lsa, mana shu fasonda 1 metr kvadrati 1 million 600 ming so'mga aylanadi. 1 metr kvadrat. Xuddi mana shunday holatda bo'lib, 90 gradusga rolikli variantga ochilib yopiladi. Nimaga endi 90 gradusga razницasi bor deganda, 90 gradusga yana bitta karabka qilinadi. U karabkasi masalan nima deydi, prostoy profil bo'lmaydi, shuning uchun narx qimmatroq chiqadi. Tepalari 8lik, 8 ga 6 bo'ladi, 3lik stena bo'ladi. Qalinligi ancha qalin bo'ladi. Navbatdagi darvozamiz ham, xo'sh, ikarka fasondagi darvoza. Bu ham xuddi shu variantda bo'lgan, tepasi lazerni reshetka qilib berganmiz, skvoznakka. Xo'sh, seximizda ham tayyor bo'layotgan turgan darvozalar bor, ularni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Bekraskasi ham bor ekan, shuni ham ko'rsatib. Xo'p, beskraska darvozamiz kraskaga tayyor bo'lyapti. Endi bu hozirgi paytda bitta tozalab, keyin kraska qilinadi. Bu navbatdagi darvozamiz. Bu ham rolikli 90 gradusga ochiladigan darvozamiz, reflyonka holati. Rolikli variantga 90 gradusga ochiladigan darvoza bu. Reflyonka materialga. Xuddi shu variantda akalar metr kvadrati 950 ming so'mdan ustonovkasi bilan qilib beryapmiz. 950 ming so'mdan. Roliklari ahamiyat berasizlar, roliklari yengil. Mana bu joyda regrupka qiladigan, orqa tarafda regrupka qiladigan joyi bo'ladi. Ishonarli. Roliklari ham chiroyli holatda qilib qotirib berganmiz roliklarni. Mana shunday holatda, chiroyli holatda bo'lib chiqdi. Bu darvozamiz zakazchigimiz. Xo'sh, 5 ariqdan akalar. 5 ariqqa ustonovka qilib beramiz. Bu tepa tarafi, u past tarafi. Mana bu ochilmaydigan qismi bo'ladi bu yonida. Bitta yonini ham ko'rsatib o'ting.
ochilmaydigan qismini ham chiroyli holatda chiqqan akalar. Listlar reflyonka list, profillar 1,5 stenka profil. Bu yerda endi tayyor bo'layotgan turgan darvozamiz. Toshkentga tayyor bo'lyapti, adashmasam. Asosiy choklarga ahamiyat berasizlar akalar. Choklari tekis. Nima deydi? Orasi zazor qolmagan. Betlar ham pishirilib chiqiladi, mana bunga o'xshadi. Pishirib, to'liq pishiriladi. Shunda ishga garantiya beriladi. Bu tarafda turganimiz, hop, Samarqand fasonida hozirgi paytdagisi. Hop. Ahamiyat berasizlar, bu tepasini yopmaganmiz, shu videoda ko'rsatish uchun. Bu joylari oldin profildan bo'lardi, qirqib chiqilardi. Qirqib chiqilinardi mana bu joylar profil bo'lib. Endi hozirgi paytda lazerdan qilyapmiz, lazerdan qilib. Keyinchalik bundan maqsad keyinchalik nima dedi? O'sha svarka qilgan kesgan joylarimiz ko'ch ketishi mumkin shpaklovka qilinganda. Endi bu shpaklovka bo'lmaydi. Mana shunday holatda qoladi. Profildan ham baquvvatroq bo'lib chiqadi. O'ziga bir-biriga karkaz bo'lib. Kimga mana shunday darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, ekran pastdagi nomerlarga telefon qila olasizlar. Chiroyli qilib, uстановкалari bilan chiroyli qilib yasab, uстановкасini qilib beraveramiz akalar. Videoni rivoji uchun bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.